2-4 tal o't yeshilni ko'tarib keldingmi acha? Bo'ldi, mashinaning oqini ocham, men qo'yib qo'yay. Sizlik odimiylik, qarindoshlik mehri qani? Ulguraq dang-a? Sahradan boshliq men xato qilibdiman. Voy ukam. Voy acha, nimdab kelding bu yerga? Voy, kiyimlarning to'p taratligini. Ko'z nimdaydi? Voy ukam, men bu bularga diqqat qilib juramdim deyman oldirganda. Voy shu jutdan chiqib bo'g'ichi to'p taratib ketganda men sana 2 xalt sayin chiqib bo'g'icham ishlab halim qolmadi. Opam san qisib avatdi ukam. Voy 2-4 tal o't yeshilni ko'tarib keldingmi acha? Bu yer sayköftatdan chiq narsa yo'q. Bo'ldilar. Voy jon, ukam men diqqat qilmabdiman. Bo'ldi, mashinaning oqini ocham, men qo'yib qo'yay. Voy bo'ldi. Mashinamni maynat qilib. Bo'l nana kelgan sana şey ekdeme oldiraytdim, ishqimga men xo'sh. Ne? Bu sen? Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Siz Asiyaning ochisimi? Ha. Siz burningiz masla o'xshaydi. Voy shu gapim satildi. Men jutdan kep bo'g'ichi, men to'pichangda, men xaltadan ko'tarib kep bo'g'ichi mishdan olib ketdim, qarang. Bir yo'llig'im eg'irdi. Ha. Men Asiyaning boshlig'i. Ha, voy, qanday yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Bir şey birdim tutib turaman, men Asiyaga bir chaqirib. Ma'qul. Hey Asiya. Makinangizga yenib keling. Sizga topshiriq ish bor. Acha diqqatmanmi? Shu ketay deb tursam boshlig'im uchrab qoldi. Men 2 xaltani ko'tarib, maydonning yuzini aylanib chiqman. Direktor bu nima ish qilgayman bu yerda? Aylanmamsiz. Aylanmasangiz hozirlam xizmatni istifa berib, shirkatdan chiqib ketsangiz bo'ldi. Men buyruq bo'ysunmaydigan xizmatchini ishlatmayman. Voy, yurgadim bo'ldi. Direktor bo'ldi qilsak bo'lamiki? Ta'lab pishib ketdi bu bechora. Bo'ldi, singlimsanmi? Direktor bo'ldi, singlim to'xtab qolay. Yana chin aylanma. Bo'ldi direktor. Bo'ldi. Siz achangiz shuncha yo'lsizlik qilsangizmi? Achangiz sizga shunda kuynab qo'yatdi. Hayotni atrab turib deyishgan gapingizdan men oldim. Bu achangiz shuncha yiroq yerdan sizni yo'qlab kelsa, uni o'shda yo'lsizlik qilsangiz to'g'ri bo'lamda. Men ham sayko'ktatilni sizga nima ish ko'targizib, yugagil sog'inimning sababini bildingizmi yo'qmi? Achangiz bu ojiz tinni ko'tarib, necha kilometr yiroqlikdan o'sha sayko'ktatni ko'tarib kelsa, uning ko'nglini mushtalam yondirib, uni o'sha adolatsizlik qilsangiz to'g'ri bo'lamda. Sizlik odimiylik, qarindoshlik mehri qani? Bu yoq kim o? Acha. Qaydan kelgan? Sahradan. Ulguraq dang-a? Sahradan boshliq men xato qilibdiman. Şey birdim tutib turanglar. Acha xopomog'ina men qattiq yaxshi qilmabdi. Yo, singlim ish qisi yo'q. Men mo oldirib diqqat qilmayli chiqibdi, men sening hurmatingni qilmay qopdim, ukam. Bunday ekan diqqat qilay. Ish qisi yo'q. Ko'langanmog'ina. Yo. Va u Elmayli shirkatninki bir yo'llig'i yurishlik ekan to'q. O'sha xil bir yo'llig'i burni etishadigan, nafas qiyinlashadigan, xo'rak tortilgan, o'sha ahvollarga bek yaxshi manfaat qildi. Men bir ishlatib ko'rib baqman. Voy, ajab yaxshi, rahmat sizga. Mening bu buru yollig'im uzun yillik bir qiynagan bir kasaldi meni. Rahmat sizga. Men buning pulini sizga. Yaqa hech qisi yo'q. Buni men sizga sovg'at qilay. Kelar qatim Turkiya vaqtida Osiyo sizga yeb bersin. Ma'qul. Rahmat sizga. Shuni popni gap qilsang men san apirpiray acha. Bo'lmasa telefon nomerini deb hozirlam kirgizib oling. Achangiz yurt qaytgan vaqtda ham bir ishga qap yeb berasiz. Ha, ma'qul. 166 99 15 04 55. O'shimni qo'shib setvasangiz bo'ldi. Rahmat sizga, direktor. Ajab yaxshi oldu. Sening sababingdan bir obdan menda sog'atlikka erishib qoldim desam men. Bugun tushdan keyin men sizga ruxsat beray. Achangizni chiqib bozor aylantirib, bir narsalarni epirib, aylanib kiranglar. Buni ozroq shimbat qaytaveray. Ma'qul, rahmat direktor. Mana avvalma seylan uy akrit. Ma'qul. Aka men ko'tiray. Bo'ldi, men o'zim ko'tiray. Aka bir olsun men ko'tiray.